Assalomu alaykum. Men bugun Andijon mebel markaziga tashrif buyurdim va u yerda oshxona mebellarni narx-navolarini bir qator sizlarga yoritib beraman. Yoritib berganim ma'lumotlarim sizlarga foydali tegsa, albatta like bosib, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Bu yerga taxtaga chiqib qo'ygan ekan, zo'r ekan dedim, ko'rdingizmi? Oshiq-moshiqlari ham bo'lsa, shunaqa g'aladonlari ham vakuumli ekan, bitta itarib qo'ysangiz, o'zi sekin olib kirib ketadi ekan. Shuni uyingizga borib, o'lchab, dizayn chiqarib berish hamma xizmatlari ichida bir pagonometri, ya'ni 1 metri 3.400.000 so'mdan yasab berishyapti ekan. Buni arzonroq variantlari ham bor, qimmatroq variantlari ham bor. Hammasi har xil, hurmatli obunachilar. Albatta pastda nomerlar qoldirib qo'ydim. Aloqaga chiqaverasizlar. Videoga like bosib qo'yinglar. Xursand bo'laman. Sog' bo'ling. Ha, aytgancha buni bonuslari ham bor edi. Suv shilkasi, mo'ykasi, yana bitta ikkita narsalari bor. Telefon qilib gaplashsanglar, Vodiy ahli kanalidan ko'rib telefon qilyapsiz desanglar, ancha skidka ham, chegirma ham qilib beradi albatta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.